O'zbekiston Respublikasining 2026-yilga mo'ljallangan soliq siyosati konsepsiyasi doirasida O'zbekiston Respublikasining 5 ta qonuni qabul qilindi. Ushbu normativ hujjatlar va soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar hamda 2026-yilda soliq siyosatidagi yangiliklarni aholi va tadbirkorlarga yetkazish maqsadida respublika bo'yicha ishchi guruh tuzilib, barcha joylarda soliq siyosati va ma'murchiligini tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Navbatdagi uchrashuv Xonqa tumanida bo'lib o'tdi. 2026-yil 1-yanvardan yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun aylanmada olinadigan soliq stavkasi 1% miqdorida belgilanmoqda. Shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining mahsulotlari realizatsiyasi uchun qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi joriy etilmoqda va ularga hisobga olingan qo'shilgan qiymat solig'i summasi 3 kun muddatda avtomatik qaytarib berilishi tadbir davomida ta'kidlandi. Shuningdek, soliq stavkalari va ijara to'lovlari hamda foyda solig'i bo'yicha daromadlarga asoslangan imtiyoz o'rniga xarajatlarga asoslangan imtiyozlarga o'tish mexanizmi joriy etilgani keng jamoatchilikka sodda va tushunarli tarzda yetkazildi. Mana bugun Xonqa tumani va Yangiariq tumanida tadbirkorlik faoliyatini olib boruvchi tadbirkorlik subyektlari bilan seminar o'tkazildi. Seminardan asosiy maqsad 2026-yildagi soliq imtiyozlari, soliq yengilliklari, soliq qonunchiligidagi kiritilgan o'zgarishlar tushuntirib berildi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, 2026-yil 1-yanvardan hozirgi kunda aylanmadan olinadigan soliq to'lovchi tadbirkorlik subyektlari qo'shilgan qiymat solig'ini o'tadigan bo'lsa, 1 yil miqdorida 1 yil davomida foyda solig'ini to'lashdan ozod qilindi. Keyin 1 yil mobaynida qo'shilgan qiymat solig'i qonunchiligini buzganligi uchun jarimaga tortilmaydigan bo'ldi. Bu asosiy o'zgarishni nima deb tushunsak bo'ladi? Kichik biznes subyektlarini yiriklashtirish, yiriklashtirishda imkoniyatlar yaratib berish deb tushunsak bo'ladi-da buni. Keyin qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotuvchi tadbirkorlik subyektlari qo'shilgan qiymat solig'ini 0% stavkada joriy qilindi. Ya'ni qo'shilgan qiymat solig'ini to'lamaydigan bo'ldilar. 2026-yil 1-yanvardan. Issiqxona xo'jaliklariga ijtimoiy soliq 1% qilib belgilangani, kredit to'lay olmagani uchun bank balansiga o'tgan issiqxonalar va garovda turgan mulklar sotilganda qo'shilgan qiymat solig'idan, mulklar bank balansiga o'tganda sotilgunicha yer solig'idan ozod etilishi, shuningdek naqd pulsiz hisob-kitoblarni keng joriy etish, shaffoflikni oshirish hamda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarga alohida e'tibor qaratildi. Tadbir ochiq muloqot ruhida o'tib, tadbirkorlarni qiziqtirgan savollarga soha mutaxassislari tomonidan atroflicha javob berildi.